mana shu roliklar, mana shu Benom degan shayton dajjollar chiqib konsert bergan. O'zbekistonda shu bilmayman, boshda hamma yoshlar ko'chib kelganmi, Alloh alam qanchasi kelgan. Qiz bolasi ham bor, erga tekkani ham bor. Mana bollar ayniqsa chiqib bo'lib uzuv bergan, tizzalagan, cho'tiga kirib ketgan, o'zi billah sallalar. Mana shu tizzalab uzuv beryapgan, gul beryapganlar, salla erka emas, salla. Salla erka degan nomni ko'tarib yurib salla xolos. Agar tashqaridan bir dushman bostirib keladigan bo'lsa, salla hech nima narsaga yaramay salla. Xunnasa salla bor-ku. Mana shu qizlaringni ochiq sochiq qilib, mana shu konsertga jo'natyapgan erkaklar sizlar dayus sizlar. Payg'ambar alayhisalom dayus jannat hidini ham hidlamaydi deganlar. Endi masjidda hozir nikoh yo'q, harom xarij ochiqchasiga borib, gul berib, mana uzuv taqib qo'liga quchoqlayapti, o'pyapti, hamma unga qarsaq bo'lib, videoga olib, Instagramga hamma joylayapti. Instagramga to'lib ketdi bu, lekin bironta bir saroyga xizmat qiladigan xoinlar chiqib bittasi gapirmaydi. Allohdan qo'rqinglar. Bu fahsh ochiqchasiga, fahshga targ'ib bo'lyapti degan narsani aytmaydi. Ibn Taymiy rahimahullohning bir qavli bor. U kishi aytadiki, qaysi bir jamiyatda fahshga ochiqchasiga targ'ib bo'ladigan bo'lsa, u jamiyatga Allohning azobi juda yaqin bo'ladi deydi. Allohning azobini kutinglar. Juda oz qoldi, Alloh alam. Biz musulmonlar tavhidni bilmaydigan, kunda 5 vaqt namoz o'qimaydigan odamga qizimizni bermaymiz, inshaalloh. Armiyaga deganda ketdi deb boradigan yigitlar bo'linglar. Oldin armiyaga bormagan bolaga qiz berishmagan, bilasizlarmi? O'zi shunchaki urf qilsak bo'lar ekan. Oldin armiyaga bormagan qiz berilmagani, shunaqa qilsak bo'lar ekan. O'zi armiyaga bormaganlar qiz bermaslik yaxshi bo'ladi. Men bugun musulmonlarga aytamanki, qizingizni Allohdan qo'rqadigan, Allohni taniydigan, dinini biladigan, diniga amal qilib yashaydigan, kunda 5 mahal namozni qoyim qiladigan odamga bering. Aks holda bir johil insonga beradigan bo'lsangiz, o'zingizga ham zulm qilibsiz, qizingizga ham zulm qilibsiz. Zolimlardan bo'lib qolishlikdan Allohdan qo'rqing. Bir kishi Hasanul Basriyni oldiga kelib so'raydi: "Ey shayx, qizimni kimga turmushga beray?" deganda u kishi aytadiki, Allohdan qo'rqadigan odamga ber. Agar qizingni yaxshi ko'rsa, hurmat qiladi. Agar yomon ko'rsa, zulm qilmaydi degan ekanlar.